Taklimakan ve tarım, tılsımatlık möcüzelerini bağırda besip yakkan acayip hasiyetlik bir zemin. Əsrlər mabeynide seyyahlar, ekspedisiyiciler, arkeologlar ve ilim-fen sahasıdikiler aqıdan bu sırlıq makanqa kelip tekşürüşlerde ilmi izlenişlerde bolgan ve acayip seri hikmetlerini bayqagan, talay ilmi kitaplarını yazıp kaldırgan. Bugün kündü mü? Şallık medeniyet tindurmasını öz bağırdı besip yakkan bu sırlıq zemin bizge nurgun efsane hikayelerini sözlep durmakta. Kadirli körmen dostlar, bugünkü programımızda biz Şinjan Üniversitesi'nin profesörü şair Buğda Abdullah Efendi'nin Şinjan Yaşlar Ösmirler Neşriyat tarafından neşr kılıngan Tarım Kadimiyetleri namlı kitabı hakkında sohbet yaparız. Bugünkü sohbetimizge Şinjan Üniversitesi'nin profesörü şair Buğda Abdullah Efendi'nin Şinjan Üniversitesi Filologiya İnstitutu'nun doktoru Abdusalam Şükür Nuh Efendilerini teklif kıldık. Qandaq bir unutulmaz əstilik, mənlik hatırlarımız var. Men gayet özgücelik kıldım. Bunu başqacha bir usulda bizge bayan qilib berdi. Buğdu malum siz körürmen dostlarımızga özünüzninki nadir şiirleriniz bilen tonulgan. Mesela sizninki Yelken, Bahar Gunçildiri, Salgıt işi, Komzak Götergen Kız, qatarlıq isil şiir toplamlarınızdaki şiirleriniz okurmenlerinki kalbini gıdıqlap olanın məneviyetini beytip gelgen. Onda sizin bu şu tarım taklimakan temesideki fikir oçuğunuzga ot yapkan qandaq bir unutulmaz əstilik, mənlik hatırlarınız var. Benim cık ömrüm şehirde öttü, Ürümçi'de öttü. Yani Ürümçi'nin vakitlardaki deryaları, gül çiçekleri, derek ormanları, yolları, adamları bana bek tanış. Yani Canup'ni asasen kömbigen. Kim badım kögendikin hayran kaldım. Nim boldu desiniz, fikir yoldurumni eçiverdi. Ben bir kadın zamanğa kep kalgandek, bir tarihten burunki zamanğa kep kalgandek hoş olup kettim. Endi şehirge nisbette etqanda kergiç oldu. Ben qın papmay otıma, ayacalı otıma, hoşal olu otıma. Buna endi kögen eslerini şehir yazdım bir kısmını. Buna hemmisi qağaldan hemmisini hatırlaşka buldiken. Endi bu şehirnin kategoriyasiga kiremeydi. Şunlaşka nesri yolla bilen ezişka tiriştim. And umumen taklimakan, kıroran, qarqurum, altın tağ boyları kömülüp yatkan bir medeniyet, bir bilim, bir kitap. Bunu endi qandaq içip, qandaq okuş, bu başkalarga qandaq meni gayet özgücelik kıldı. Ben bir yerlerge beri otıman, körü otıman, gözlerimge işenmey otıman. Taklimakan boylar naçık tilsin yalavaken, bu özü has alaylık idi. Bazı mabutlavaken, tilsim kılıngan, baylıklavaken, moşundaq. Endi bazı adamlarga uçuraydiken, bazı adamlarga uçurmaydiken. Şundaq. Bu endi ögenmiş bolmaydigan, hatırlımız bolmaydigan, tadqiq qilmasa bolmaydigan narsalar. Endi gapning rost nima desa, mushu oddiy emgakchilar, mushu cho'ponlar, mushu dehqonlar, mushu odamlar menga jiq bilim berdi. Mayda o'qidim, oliy maktabda, universitet o'qiganlarni esib ketdim. Shundaq. Bu jihatdan olganda men baxtli ham xursand bo'ldim. Shundaq. Demesin bu tarım taklamakanning o'z bir mo'jizat, bir tilsim, bir folklor muzeyi. To'g'ri. Xuddi bir bizni jalb qiladigan, ammo tiyiga yetenmaydigan, o'qib tushunolmaydigan bir güzel she'r bu taklamakan degan. Bu kitobning ichidagi mazmunlar tarım taklamakan madaniyatiga bag'ishlangan. Buğda Abdullah ma'lummi? Yana mush tarım taklamakan vodisidagi har qaysi madaniyat manbalariga qiziqqan vaqtini 70-yillarning din boshlab so'zlagan kitobda. Hamda biz Buğda Abdullah ma'lumning ilmiy kimligi,
şahsiyeti noktasından qargan çağımızda Boğda Abdulla ma'lum aldı bilen bir şair. Muşu tarım, taklimakam medeniyetiga ait temalar Boğda Abdulla ma'lumning she'rlarida burul aks etgan. Hamda 90-chi yillarga kelganda cho'rigan chog'da Boğda ma'lum tema jihatda yana o'zgarish yasab, madaniyat, kultur tipidagi temalarni she'riyatga ilib kirdi. Boğda Abdulla ma'lum uzun yillik she'riyat ijodiyat jarayonida qayta pishiqlab ishlagan, ham shundaqla tadqiq qilgan. Ham bugungi kunda Boğda Abdulla ma'lum yana mo'ysipitlik ishida o'zining ijodiyatida yana bir o'zgarish yasab, buni boshqacha bir usulda bizga bayon qilib berdi. Demisumon Tarım Qadimiyatları namlı kitap gerçi bir ilmi eser bolsunmu, ama bunun yanına Boğda ma'lumninki şiiri talantı. Mesela abstract tefekkürden göre obraz tefekkürüne köpürek qarat yiyişi. Muşu yanıla, muşu Boğda ma'lum izinlavatkan, muşu temi bilen ma'lumninki tabii xömür turuşu olgan, muşu şiir hakkındaki meseleler, düşünceler yana girelişip ketken de parası bulamazlar. Şundaq, Boğda ma'lumninki Tarım Qadimiyatları deydigan kitobidagi bayon istiloh qarab baqsaq, bu xil bayon yana Boğda Abdulla ma'lumniki shu she'riyat istilidan kelayotganligini biz ko'ramiz. Kitobning janr nuqtasidan qarasak, bu bir nasrlar to'plami. Lekin an'anaviy nasrlarga o'xshamaydi. Buningda nurg'unlagan madaniyat, tadqiqotga oid mazmunlar so'zlangan. Endi biz Tarım Qadimiyatları deydigan kitobni o'qigandan keyin his qilgan narsamiz nima degan chaqda, bu asar yana liriklik, tili güzel, yiqimliq, oddiy sodda bo'lishdek alayliklarni o'zida hozirlagan deb qaradim. Tarixiy keçmişler haqida bir narsa demoqchi bo'lsangiz kerak. Şun bu qizga qarab nima deydi, qo'rqudi. Bu adabiy xotira tipidagi madaniyat nasrlaridan iborat. Onda olganda Boğda ma'lum kitobingizga Tarım Qadimiyatları deb mavzu qo'yibsiz. Bu mavzu meni o'ziga jalb qildi, ham jiroq qadimga ketib qoldi. Shuna olganda siz mush Tarım Qadimiyatları degan mush mavzu orqaliqmi nurg'un tarixiy keçmişler haqida bir narsa demoqchi bo'lsangiz kerak. Shundoq. Bu yerda biri bilim, yana biri mushu bizning emgakchi xalqimiz, japakesh dehqonlarimiz, cho'ponlarimizmi mushu bilim jihatda bularni ma'lum narsalarning kamligini his qilaman. Bir yil bordim, Vasharda Musa Tog' degan bir odam bor ekan. Oltin tog'da qo'y vaqid ekan bular. Bir qatim qo'y yiqib, qo'ylarni yig'ishtirib, esda. Bu aylanib qarasa, shu yerda bir buloq bor ekan. Buloqning ichida bir narsa tosh poqirib, nur chechib turganligini ko'rdi ekan. Shun bu qizqib qarab nima dedi, qo'rqdi. Oxir oladi. Bu ikki parcha tosh. Tosh nurluq turdi. Nur chiqib turdi. Oladi, yonchiq samaydi, qo'rqib ketib, yilqi eshakning mo'lasini ichiga tiqib akildi ekan bu. Uyga akildi, undan keyin qorong'i tushib ketgan, chiroq yoqishga ulgurmaydi. Shung toshni uyga akildi, uy necha 100 wattlik chiroq elektr nurida yorib ketdi. Bu nima tosh? Bu oltin emas, bu qo'shtish emas, o'zi hayron qoldi. Chaqlaydi, bir zamonlar o'tdi. Keyin boshqa bir odamga nayt azam pulga setyapti. Bu amaliyat gavhar. Gavhar yotidi o'sayda, to'nimasang ne foyda degan shundoq. Endi mushu jihatdagi bilimlar mushu odamlarda bo'lgan bo'lsa, to'liqlangan bo'lsa, ko'zi gavharni allaqachon to'nib oladi. Bu kitapta bedellerini tartib, bu bedellerninki alaylığı o'rni, ondan keyin şu medeniyet durumuna, folklorga ait, an'anaga ait, coğrafiyalik joylashish, coğrafiyalik nomlar, hatta ularning o'lcham nomlari, ularningki daryo iqinlarininki nereden egilib, nereden qayib, nerga berib tutishdiganligi, ondan keyin doğru o'simliklar, ularningki demobachilik rolini masalasi tartib, momiya,
qabra tazkiralariga oid bo'lgan nurg'un mazmunlarni kirishtirib munda qarsam menda bizningki buyuk qomusimiz turk tillar divoniga ma'lum jihatdan yondashgandek his qilib qolmabsizlar men buni. Bu yerga men bir gap qisqiray. Siz natiq dedingiz, mumiya. Mumiyani men dastlab nerede ko'rdim desangiz, Urumchida ko'rdim. Shu 54-yili. Mavzuyda ko'rdingizmi? Yo'q, Xalq maydoni. Shuning do'qmishida bir nima oshxonasi degan bir oshxona oldi. Shu yerda o'ylab vardı. Bir kuni ko'rgazim bo'pti dedi balla. Shu 13 yosh vaqtim. Ko'rpaqallab yugurib bordik joyga. Borsak, osh takli makondan qazilingan bir mumiya. Aynak sandiqning ichiga olibdi. Mushuni uxlab qolgandek, choch, kirpik, yili o'sib turgandek. Yili tipik bir odam endi-a, taklimakan odam. Taklimakan odamlar xas bo'lgan chiroy yapti u odam. Ha, to'g'ri. Shunday uxlab qolganda ko'rdim, hayron qoldim. Bu endi biz shu vaqtga bola xayolimiz bilan bu qanday mumkin deymiz-ku. Bu avvaldan qaraganda ovchi odam uning yeniga bir nayza qo'yib qo'yibdi. Nihoyat uzun nayza. Onundan keyin bu adam kelgan zanjirlik savut. Men hozir o'ylayman, shu adam ko'taralamu deb o'ylabdim menda shu savutni. Shunday bir savut. Shuni ko'rdim. Shu hozir qolsam shu qiziqish shu yillardan tortib boshlangan. Demak, momiyadan boshini tikanda, momiyadan boshlangan. Demak, momiya sizni shu kechga boshlab ketgan. Abdusalom Tarim qadimiyatlari nomli bu kitob qandaq janrlik xususiyat alayliklarini o'zida mujassamlagan. Mening ko'z qarashimcha Tarim qadimiyatlari umumiy janr nuqtasida aytgan chog'da nasr. Konkretroq bo'lsak, bu adabiy xotira tipidagi madaniyat nasrlaridan iborat. Endi madaniyat nasrlari nima degan chog'da bu yaqinqi yillardan beri xalqarada bir yuzinish nasr ijodiyatiga bir xil yuzinishdan iborat. Bu xil yuzinishlarda tunishni so'zlamaydi. Balki masalalarga baho bergan chog'da hissiyot va idrokning o'ttirisida turib, ijtimoiy tanqid, muhokimalik qarashlarni bayon qiladi. Bog'da Abdulla ma'lumning Tarim qadimiyatlari deydigan bu kitobida biz ko'ramiz. Shoir, yana yozuvchi Bog'da Abdulla buningda sub'ektiv obrazliq tafakkur usulini qo'llangan, ham shundaqla abstraktni tafakkur usuli orqali o'z ko'rgan materiallarni yiqqan, ratlagan, tashkillagan. Lekin bayonning natijasida-chu degan chog'da yana sub'ektiv bayon yuqori o'rin turdi. Bog'da Abdulla ma'lum yana uzun yillardan buyanqi taklimakan safarda ko'rgan, anglaganlari asosidagi ikki izchillik ega xotirlarni bu Tarim qadimiyatlari deydigan kitobda bizga sundi. Bu kitobda yana uslub jihatda hech qanday qilibning ta'siriga uchramay, avtorning nihoyat kuchli tasavvuri, kulturi, shundaqla yuksak ma'naviy sub'ektining xotirasiga aylantirdi. Bu nuqtadan yozuvchini yana Tarim va taklimakan madaniyati haqidagi kasbiy tadqiqotning sirtida turib, alohida bir xil bayon usulini ro'yobga chiqargan deb qarasak. Umrjon Toldir bilan tushgan suratlaringiz bir qadar ko'p salmoqni egallaydi ekan. Bizning mo'shundoq aqlli dehqonlarimizning bo'lganligidan xo'sh bo'ldim, faxrlandim. Tarim qadimiyatlari deydigan bu kitobning ichidagi bilim zavqsini ko'rsana. Bo'ldi ma'lum Tarim qadimiyatlari degan kitobimizning bosh qismiga nurg'un suratlar ko'rsatildi. Bu mush suratlar ichida Lopnur Qarchig'liq, Eminazat aka va uning oilasiga tushgan suratlarni shundaqla shu yerlik Umrjon Toldir bilan tushgan suratlaringiz bir qadar ko'p salmoqni egallaydi ekan. Siz bunun qaraganda Lopnurga oid bo'lgan shu yozmalaringiz uchun bu kishilar bilan ko'proq hamkorlashib material to'plagan o'xshaysiz, a? Shundoq. Endi men Lopnurga bir nasihatim bordim. Lopnurda jiq narsalar bor ekan. Biz oldin kelib borgan vaqtimizda shu Qarchig'ga bordik.
Lopnor nayesinin qarchoqqa 100 kilometrlik musofa. U yerdan yana 50 kilometrlik qum barxanlarning shekildoq 50 kilometr yiroqlikdan borgan desa, mushu Emin Ozod Pishqadam Dehqon mushuning oilasi bor ekan. Oilasi bor ekan. Bu hayron qoldim. 4 atrof qum, bu shu yerda makon tutib yashayapti. Shuning bilan qarsam o'zi o'g'illari, tuqqanlari, nevaralari, kelinlari bir jamoat. Mo'shada yashaydi ekan. Qarab xo'sh bo'ldim. Nima desa, o'zi bug'doy teriydi ekan. O'zi ko'ksat teriydi ekan. O'zi bog' qilibdi. O'zi chorva qilibdi. Rasmiy bir iyilik tiklagan oila. Nurg'un uchurda bilan materiallardan ta'minlagan shundoq jiq so'zlashdi, chaqchaq qilishdi. Nahayat ochiq odam ekan. Bizning mo'shundoq aqlli dehqonlarimizning bo'lganligidan xo'sh bo'ldim, faxrlandim. Men bu odamlar bilan suhbat qilgan vaqtda dargumon bo'lmadim. Nimishqa desa, bular umrida yag'in gap qilmaydigan bandilar, odamlar. Shundoq. Ular rastlaydi, yag'in deydi. Yana bir narsa aytib beray. Bir yili Avat nayisiga bordim, Turak hokim degan bor ekan. Shuninglar menga ziyofatlarda Bo'daka bu yerda qiziq ish bo'ldi dedi. Xo'sh, Avat nayisining ustida G'o'rcho'l degan bir jangal bor ekan. U yerda 140 yoshga kirgan bir dehqon bor ekan. 30 yoshlik bir cho'kan bilan tepishib, nahiyaga to'y xatda og'il ketdi. Shuning bilan hayron qilib, qanday qilamiz deb beraylik dedik, berdik deydi. So'ng ketdi. Yana bir zaman o'tganda Oqsu viloyatidan buni olgandiki hayron bo'lgan odamlar necha mashhurlik keldi. Meni shu yerga opadi dedi. So'ng opadim, opasam ko'nak, tambal qo'lda talog'i chiqib turdi. Mashina og'zidan olgan ekan. Shuni ala savol so'rayotdi, bu javob beryapti. Bir qo'lda birisini kirib ketib ishorat qilyapti uyga dedi. Satma. Bu qizga o'xshaydi desam, ayoli shu ekan. So'ng 141 yoshida bir farzand ko'rib, 145 yoshida olamga o'tdi. Umr cho'lpini shu. Men dedim, asli jins dunyo rekordiga kirgan odam kanda o'qidim. Sirsa qildim, kulib ketdi. Mo'shundoq. Endi shaharlar bu odamlardan bexabar. Faxrlik umr cho'lponlari ham shunaqa so'nggi dehqonlarimiz bo'lg'achqa, an'ana yo'qolmaydi, madaniyat yo'qolmaydi, tarim, taklimakan girvaklari, mushlarning ish amgaklari qilib ko'kirib turdi. Shundoq. Ularningki ma'naviyat bizni albatta zaratlaydi. Sizmi shu shundoq. Shu kishilarningki mush hayotda bo'lgan o'tdek qizg'inligi, yashash irodasi ularningki. Shu qum barxanlarning ichidagi turmushga bo'lgan talpinishlari sizga ko'p ta'sir ko'rsatgan bo'lsa kerak. Ularningki og'zidan siz nurg'un materiallarga erishibsiz, nurg'un izlanishlarga erishibsiz. Ular undaqcha aytsak bir oddiy dehqon degandan ko'ra ularni bir tirik folklor, bir tirik tarix deganmi tuzuk kitoblaringizga mush Emin Ozod aka va shunga o'xshash umr cho'lponlari bilan bo'lgan ham suhbatimizga munosabatli nurg'un uchurlar, ularning og'zidagi uchurlar, ular boshqalardan anglab sizlab bergan uchurlar nayt mol kirgizilibdi. Abdusalom Bug'dikam bu kitobni nayt kamtarlik bilan on yurt aslimlari deb atagan bo'lsa-mu, bu kitobni o'qish jarayonida bu kitobdagi ilmiy ijtimoiy qimmatga yetadigan taraflarninki oz emasligini, ko'z yumish, buningga ko'z yumish bo'lmaydiganini his qilib qoldim endi. Sizningcha bo'lganda Tarim qadimiyatlar nomli kitobninki ilmiy ijtimoiy qimmatini nada deb qarash kerak? Tarim qadimiyatlar deydigan bu kitobning ichidagi bilim zapsini ayt. Ko'sunda hammalar bilamiz, Tarim taklimakan boylari bizning ana madaniyat makonimiz. Lekin biz Tarim taklimakanni qanchalik tushunamiz? Qanchalik tadqiqot qilib bordik? Biz bu savolning oldiga kelgan chaqda sal tang'irqab qolamiz. Masalan, shu Tarim daryosi na'dan boshlandi, na'da oxirlashdi, qaysi bo'stonliqlarni shu Tarim daryosi orqali ko'katgan, gullatgan odamlar qanday yashayotdi o'shada deydigan masalalar kelsa. Masalan, shu kitobda aytilgan yo'llar, manzillar, o'tanglar, ham shundaqlar mutlaq gap bo'lib qolsa, shunda bir kitobning yozilishi bizning Uyg'ur o'qirmanlarga eng oldi bilan
dastlabki asos savod bilimini berdim. Men shunda qarayman, Bog'da Abdulla Malim bir shoirlar emas, bir vijdonli ziyoli sifatida, ham shundaqla bir insonshunos, folklorshunosning sifatida, bu tarix ham shundaqla taklamakan bo'ylardagi madaniyatga yuzlangan. Mustafa Rizani bayqab qoldim endi. Bu nima vajidir? Hammasi ustoz. Qalamni erkin qo'yayotgan. Kitap yüzümü depti bununla bir mi sözünü katmadı, dokunulmadı. Hem gapning, hem efsane rivayetning, hem ilgisi var. Hiç kandak ben buna girim qilmadim, hal bermedim. Nim bozuşunu birinci kolmat yazıştı da kitap yazayım, gaplarni qildim. Bayatim Bog'dumalim bir gapni dedi. Bu yaxshi gap. Bir xil sap, pokiz, e'tiqod, aqida bu odamlarda bor. Ma asarniki yezilish uslubiga qarab baqsammi, Bog'dumalim buningga bak qalaqa turib, padazlab ketmagan. Nima uchun degan chaqda ashqil bir xil sap, pokiza madaniyat mush kitob orqali saqlanib qolsin deydigan bunda yeziqchilik istigim bor Bog'dumalimning. Ana mush kitobni o'qigan odam qanday hissiyat keldi degan chaqda bizning ana madaniyat mush tuproqimiz, pokizga, isilga. Anda olganda Bog'dumalim demak mushu kitobingizda siz nurg'un uchurlarni kirgizibsiz, mushu uchurlar orqali qimmatli iznishlarni kitobingizda namoyon qilibsiz. Unda olganda siz mush kitobni yozish davomida qarsam avom xalq bilan ko'proq ham suhbatda bo'lganligingizdek Mustafa Rizani bayqab qoldim endi. Bu nima vajidir? Endi az tuandiki emgekçi xalq bularning to'plagan tajribalari, kashmishları, bilimdir, bu boshqa gapdir. Bu yezilmagan bir kitoblar ekan. Men so'nglish hammasini ustoz tutdim. Masalan, rivoyatlar. Uni bildigan odamlar o'tdi, jahonda o'tib ketdi, olamda o'tib ketdi. Lekin men ba'zida ushoq bolalarni ustoz tutdim. Men Turpanda, Bo'ldiqda bo'ldim. So'ng jiq bolalar keldi atrofimga. Ularning bo'g'illari bo'lgan, mo'millarim bo'lgan. Ularning kaldırımı ondaq adet kallamaz, folklor kallısı ekan. So'ng Cho'lpon yulduzi to'g'risida gap bo'lib qoldi. So'rsam men bilman dedi bir bola. Rivoyatni deb biring dedim, "Na chiroyli bir rivoyatni deb aytdi." O'zim xo'shib ketdim. Mushu yasdiki qiz bola. Keyin nayt yaxshi bir she'r yozdim. Shundoq. Shundoq cho'nglar o'lib ketsa, olam o'tib ketsa, navbatda qoldi ekan. Abdusalom Bog'dikam kitobida men bu kitobimni hozirgi o'qirmanlarga taqdim qilib, kelgusi avlodlarga qoldirish niyatida adabiyotimizning yangi bir bayon usul orqali yezib chiqishni lozim topdim degan endi. Moshni siz qanday tushundingiz mushu gapni? Bog'dumalim bu asarni yozish jarayonida o'ziniki hissiyot talqiniga agishib, qalamni erkin qo'yayotgan. Bu kitobdagi mazmunlar bir xil to'rsimon qurilma shakllantirgan. Bu to'rning markazida mush tarim taklamakan madaniyati yotidi yoki turdi. Yozuvchi bayonda har bir jo'grafiyalik o'rinlarni asar qurilmasini bir-biriga tutashtirib bog'laydigan tugunlarga aylantirgan. Ham bu tugunlar o'xshamagan madaniyat belgilari orqali ash markazga qarab yeyildi. Shunlashqa kitobni ko'rgan har bir o'qirman his qildi. Kitobning ichida bakchiq boylik bor, bakchiq uchur bor. Lekin ash taklamakan tarimdan iborat mushu asosiy qo'ziq madaniyat atrofidagi jo'grafiyalik o'rinlar orqali bayon qilinayotgan aql tugunlarni o'ziga tortib turg'ashqa ichidagi ko'p uchurlar chechilib ketmay, ya'ni kitobxonga tushunishlik bir tabiiy tuyg'u berdi. Bog'dumalim kitobning oxirida Turpanning qadimiy to'y murosimi tekstlarining asli qo'l yozmasining foto nusxasi bilan bilib beribsiz endi. Bu kitobningki realniy qiymatini bakon shuribdi. Hamda mushularningki mushu Uyg'ur klassik adabiyotimizni tadqiq qilishda muayyan real ahamiyati bor deyman. Albatta. Qozog'iston Fanlar akademiyasining xizmatchisi, Xinjiang pedagogik institutining taklif qilingan professori marhum Savchan Mullaudov
degan bir yaqin akımız var. Bu endi bek yaxshi olim. Klassik adabiyot Molla Bilal tadqiq qilgan. Bu bir qatim keldi, mushu qo'lyozmalarni akib berdi. 3 yil oldi olimda o'tib ketdi. Bug'da ukam deylarsa, mushuni bir ishlab chiqsingizlar. Bu Chag'atay davri deke Uyg'urcha. Yezilgan shu Chag'atay yezilgan. Asar. Şunu ko'rdim, qiziqdim. Bu nima ekan desa, 100 yil burun Rossiya Fanlar akademiyaga Sergey Oldenburg degan olim Turponga kelgan. Shuning bilan mushu tekstlarni qarg'uvchilik umidi degan katib aka shuni yozg'izib aketibdi, muzeyga qo'yibdi, nashr qilibdi. Shuning bilan shu qo'lyozma endi. Shuni bu qarsam yaxshi qo'shiqlar. Shuni bilan ishlashni boshladim. Nasihatim bordim Turponga. Bu gaplarning hammasini To'mirkam davom etgan dedim. Xabarova. Buning endi ilmiy ahamiyati nima desa, buningga 100 yil bo'lgan bir asar. Bu undan burungi 100 yilni o'z ichiga oldi endi. Undan burunmi yana bo'lgan. Shuning bilan buning qiziqini to'y qanday boshlandi, gapni qanday chaladi, qaysi g'azalni aytadi, nima gap qildi, ko'chagandan keyin qanday qildi, kashtga yigitlar o'tirish qanday qildi, butun jarayoni bilan. Bu hozir yo'qolib ketdi bu narsa. Endi chet elda buni ratlash tartib nima desa, asli qanday qilib shundoq. Birinchi qo'l material ayrim bo'ldi. Ikkinchi, uchinchini o'zgartmamdi, buzaytam, bozmamdi, u keyingi gap. Lekin asli tekstga tegmaslik kerak. Shunga bo'libmi to'y marosim tekstlarini tadqiq qilish, o'rganish, shuningdek selishtirishda bu intayin yaxshi birinchi qo'l material. Taklamakan va tarim etaklariga yo'shirilib yotgan mo'jizatlar o'lmas va ulug' madaniy meroslar hisoblanadi. Bu vaqtdagi afsona rivoyatlarni aytib tugatib bo'lmaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Yaxshi kitob hammamizga ro'y uzuq bo'lg'ay.